Gibrid deganda ko'z oldingizga qaysi avtomobil brendlari keladi? Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Hozir men sizga yangi raqobatchini tanishtirib o'taman. Ortimda yangilangan Chery Tiggo 8 gibrid avtomobili turibdi. Xo'sh, u raqobatchilarga munosib javob bera oladimi yoki yo'qmi? Bu haqida batafsil video davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum. Chery Master Navoiy avtosalonidan ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, Chery Tiggo 8 gibrid avtomobilini bemalol barcha texnik xususiyatlari, salon komfortlari hamda Chery Tiggo 8 benzinli variantida qanaqa farqlari borligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Agar men crossoverni xohlamayman, sedan gibrid bormi deydigan bo'lsangiz, Chery Arizo 8 gibrid avtomobili ixtiyoringizda. Ushbu avtomobil haqida ham batafsil ma'lumot olishni istasangiz, izohlarda Arizo 8 deb yozib qoldirishni unutmang. Demak, boshladik. Assalomu alaykum hurmatli Chery Navoiy ADM Astor muxlislari. Xo'p, bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, gibrid turkumidagi crossover oilasiga mansub bo'lgan Tiggo 8 gibrid avtomobili haqida gaplashamiz. Xo'p, bu avtomobilimiz ikkita pozitsiyada keladi, luxury hamda premium komplektatsiyada. Bugungi videoda luxury komplektatsiyasini ko'rib o'tamiz, ham premium bilan farqini aytib o'taman. Undan tashqari ushbu avtomobil 7 kishilik hisoblanadi. Bu avtomobilni benzinlik avtomobil bilan farqini ham bitta o'sha video davomida ko'rib ketaveramiz. Xo'p, vizual ko'rinishda, tashqi ko'rinishda mana shunaqa katta oblisovka bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yangicha vid hisoblanadi. Faralar doimgidek LED yonadigan faralar, gavdasi katta bo'lganning hisobiga oldi parktroniklari hamda oldi kamerasi bilan jihozlangan bo'ladi. Beskluchovoy do'stubi bor, ya'ni oldiga yaqinlashgan paytingiz avtomat ochadi, uzoqlashgan payti qulflaydi. Diskalar 18 razmerdagi diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. ABS tormoz sistemaga ega. Aerodinamik ruchkalar, ya'ni noodatiy ruchkalar bilan jihozlangan bo'ladi. O'ng tomondan 360 kameraning o'ng qismi. Undan tashqari eshikni ochganda mana bunaqa podsvetkalari bo'ladi. Hozir endi kun yorug' bo'lganligi uchun yozuv ko'rinmayapti. Tiggo degan yozuvi ham bor. Slipoy zona bilan jihozlangan bo'ladi. Bu luxury komplektatsiya birinchi pozitsiya hisoblanadi. Xo'p, benzinlik variantidan ko'ra farqi ichi mana bunaqa jigarrang koja bilan qilingan bo'ladi. Bu Alicantaraga o'xshagan, lekin Alicantara emas. Xo'p, yog'och akvaprintlarimiz bor, alyumin detallar bilan jihozlangan bo'ladi hamda xrom detallar ham bor. Oynalar ham ko'rishingiz mumkin, detskiy rejim bilan jihozlangan, ya'ni ko'targan paytingiz qo'l qisib qolmaydi. To'rttala oynasida ham xuddi shu funksiya, lyukida ham xuddi shu funksiyasi bor. 15 dyumlik katta monitor bo'ladi. Klimat kontrol ikkita zonada, ya'ni bir paytda o'zida ham konditsionerdan ham pechkadan foydalansa bo'ladi. Besprovodniy zaryadkamiz bor. 3 ta rejimga mo'ljallangan bo'ladi. Bu ham sport, ekonom, normal rejimda yuradi. Gibrid rejimida 95 kilometrgacha to'xtovsiz harakatlanganingizda tokda yursangiz bo'ladi. Benzinda yurgan paytingiz 2,5 tonna gavda bilan mashinamiz 5,5 litr benzin rasxod qiladi. Xo'p, orqa o'rindiqlarda patlakotligimiz, ya'ni o'rtada o'tirgan paytda tirsak qo'ygichimiz bo'ladi. Orqa o'rindiqlarimiz ham abagrebda keladi hamda orqada deflektorlarimiz bor. Eshikni yopgan paytingiz polodavodchi ko'rishingiz mumkin, salga yopiladigan bo'ladi. Xo'p, ikkita razom tashlab ketilgan. Быстрый zaryadka uchun 380 voltga qo'yadigan bo'lasiz hamda медленный zaryadka, домашний zaryadka uchun 220 ga. 220 da o'rtacha 4 soat, 5 soat orasida to'ladigan bo'ladi. Agar 380 ga qo'yadigan bo'lsangiz, 20 minutda 80% gacha to'lib beradi. Xo'p, avtomobilimiz oldi privod bilan jihozlangan bo'ladi, ya'ni doim oldi tortib yuradigan bo'ladi. Faqat benzinli variantlarimizda Max variantida polni privod bo'lishi mumkin. Xo'p, orqa qismi to'liq yonadigan monoqosh bo'ladi. Orqada parktronikimiz bor hamda plug-in gibrid turkumidagi avtomobil hisoblanadi. Bagajligimiz elektrondan ochiladi, yopilishi ham xuddi shunaqa elektrondan yopiladi. Xo'p, uy sharoitida zaryadka qo'yish uchun домашний zaryadkani beramiz. Bunga faqat переходник olsa bo'ldi. Xo'p, 7 kishilik bo'lgan hisobiga mana kelib ko'rsatishingiz mumkin. Orqa mana bunaqa qilgan paytingiz 3-qator yotadi hamda ancha kattagina bagajga ega bo'lamiz. Konditsionerda havosi yoki pechkaning havosi bu yoqdan kelib turadi, podstakanchik hamda mana bu yerda podlakotnik, ya'ni nimadirlar qo'yish uchun organizer bor. Detskiy rejim bilan jihozlangan bagajligimiz qisib qolmaydi bemalol, yosh bolalar uchun ham. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak bo'ladi. Bu bagaj 3 xil rejimda ochilib yopiladi. Avtomobil pultidan, salonni ichidan hamda tashqi tarafdan ham ochib yopsa bo'ladi. To'liqligicha yonadigan monoqosh. Xo'p, gibrid bo'lganning hisobiga bu avtomobilimizga 7 yil garantiya beriladi, 200 ming kilometrgacha. 18 kilovatlik, ya'ni 1867 kilovatlik batareyka qo'yilgan bo'ladi. Batareykaning o'ziga alohida 8 yil garantiya yoki 160 ming kilometrgacha beriladi. Boyagi 7 yil garantiyamiz esa motori, korobkasi, elektron qismiga. Xo'p, salon pamyat sideniya bilan jihozlangan bo'ladi.
Bu birinchi pozitsiya luxury komplektatsiyamiz bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya bilan farqi, bu yerda head-up displeyimiz yo'q. Ikkinchi pozitsiyada premium komplektatsiyada head-up displey bo'ladi. Haydovchining yon tomondagi o'rindiqda premium komplektatsiyamizda massaj sideniyya bo'ladi hamda atamankasi bor. Qolgan narsalari bir xil keladi. Motori, korobkasi, elektron qismi, quvvati, undan tashqari ot kuchi hammasi bir xil bo'ladi. Tashqi ko'rinishda ham hech qanaqa farqi yo'q. Faqat diskalar bir razmer katta bo'ladi. Bunda 18 diska bo'lsa, premium komplektatsiyamizda 19 diska bilan jihozlangan bo'ladi. Ta'kidlab o'taman, yana bir marta, avtomobilni 5 xil usulda xarid qilsa bo'ladi. Foizsiz bo'lib to'lashga, rassrochkaga, oldingi videolarimizda aytganmiz, rassrochkamiz oldin boshlang'ich to'lov 30% tashkillashtiradi, hozir 25% dan boshlanyapti. Muddati 36 oygacha bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bu avtomobilimizga naqd pulga yoki bankdan kredit asosida xarid qiluvchilar bo'lsa, 30 million so'm foyda asosida olsa bo'ladi. Birinchi pozitsiyamiz o'zi tan narxi 429 million 900 ming so'mni tashkillashtiradi. Agar naqd pulga olinadigan bo'lsa, ushbu avtomobilni 399 million 900 ming so'mga taklif qilishimiz mumkin. Avtokredit eng rasmiy daromadga ega bo'lgan mijozlarimiz uchun eng kamida 20% boshlang'ich to'lov bilan 5 yil muddatgacha bo'ladi. Bank aralashtirmasdan avtosalonni o'zidan lizing asosida xarid qiluvchilar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham 25% eng kam boshlang'ich to'lov bilan 4 yil muddatgacha Fincom lizing dasturi asosida mashina taklif qilishimiz mumkin bo'ladi. Manzilimizga to'xtaladigan bo'lsak, M37 trassada joylashgan bo'lib, bu yoqdan kelishda Eski shahar voyenkomatdan o'tgandan keyin hamda Mohidnur to'yxonaga yetmasi bo'ladi. Ish vaqti haqida aytib o'tadigan bo'lsak, har kuni dushanba kundan yakshanba kungacha ertalabki soat 9:00 dan kechki 20:00 gacha ish faoliyatidamiz. Undan tashqari har bitta kelgan mijozimiz uchun bepul test drive'larimiz bor. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, Ariza 6 hamda yoqda Tigo 8imizda test drive avtomobillarimiz bor. Mutlaqo bepul, faqat haydovchilik guvohnomasi bo'lsa bo'ldi. Keladi, test drive'dan o'tadi, avtomobil tanlaydi, bitta pasport asosida xohlagan usulida naqd pulga, kreditga, foizsiz bo'lib to'lashga, lizing asosida xarid qilib chiqib ketishlari mumkin bo'ladi.